Assalomu alaykum. Mening ismim Riyangul To'xti. Men vatanimiz Sharqiy Turkistonning Aqsuv shahri Qartal bozoridan. Men vatanimiz Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligiga va og'ir darajada qo'llashlarga uchrayotgan necha million qarindoshlarimga vakolatan oilamdagilar ustidan guvohlik bermoqchi. Yaqinda Xitoy qo'rchoq raisi Shuhrat Zokirni so'zlatib, jazo lagerlari taqaldi, tarbiyalanayotganlar o'qish bitirib oldi, erkin ozoda yashayotdi deb yolg'on sapsatlarni sotqizdi. Buning hammasi yolg'on. Bugun 2020-yili 1-oyning 7-kuni. Men bundan burun necha qator guvohlik bergan. Mening urug'tuqqanlarim uning Xitoyga hech qanday Xitoyning tarbiyalanishiga ehtiyoji yo'q. Bu mening opam Aytursun Qurban. Bu opamning Xitoy tajovuzlari qonunliq bijirib bergan Xitoy kimligi. Opamni 2017-yili 3-oyning 15-kuni jazolarga aketgan. Hozir 3 yildan oshdi, opamning men hech qanday izdirgani xabarini olamadim. Bu mening inim Yasin To'xti. İnimni 2016-yili 11-oyda jazolarga aketgan, 2018-yili 2-oyda inimning tugib ketganlik xabarini angladim. Sababini surishtirib qilish imkoniyatim bo'lmadi. Bu inimning ayoli Gulnur To'xti. Bu inimning 5 farzandi. Bularning men 2 yildan oshdi, bularni hech qanday izdirgini olamadim. Bu mening singlim Nurmangul To'xti. Singlim 2018-yili 2-oyda inim Yasin To'xtining tugib ketgan xabarini menga yetkazgan kundan boshlab singlimning men hech qanday izdirgini olamadim. Bu singlimning yo'ldoshi Ahmadjon Xo'ja va 2 farzandi Fatima Ahmad va Soliha Ahmad. Men bularning hech qanday izdirgini olamadim. Ahmadjonni 2017-yili 6-oyda jazolarga ketgan. Ahmadjonning hozir qadar hech qanday izdirgi yo'q. Bu mening yo'ldoshim Ro'zaji Zunun. Bu yil 43 yosh. Yo'ldoshimni 2017-yili 2-oyda jazolarga ketgan. Hozir 3 yildan oshdi, men yo'ldoshimning hech qanday izdirgini olamadim. Yo'ldoshimning inisi Sidig'oji Zunun, mushu adresda 25 yosh. U inimizning jazolarga ketganlik xabarini angladim 2018-yili. Hozir qadar izdirgini olamadim. Men xalqaro kishilik huquq tashkilotlari har qaysi davlatdagi haqsizlar kishilarning Xitoy tajovuzlarining vatanimiz elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi Xitoyning irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga amaliy harakatga o'tishni talab qilaman.